Merhaba değerli arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü bu videomuzda sizlerle beraber iki konu üzerine çalışma yapmak istiyorum. Onlar birisi yönelme durumu, diğer birisi ise uzaklaşma durumu. Bunları beraber hangi durumlarda nasıl kullanacağımıza dair çalışmayı beraber gerçekleştirmek istiyorum. Dilerseniz başlayabiliriz. Demak, salom do'stlar. Sizlar bilan bugun ikkita kichik mavzu ko'rib chiqamiz. Ularning bittasi biz bilgan ga qo'shimchasi, boshqa biri esa dan qo'shimchasi. Hop, turk tilida bu qo'shimchalarni qo'shishda bo'g'in qoidasiga ko'ra tamoman farqli bo'lib ketadi. Shuning uchun bu narsa unli harflarni so'nggi bo'g'inda joylashuviga ko'ra odatda amalga oshiramiz. Ularni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, demak, yo'nalma durumi. Demak, birinchi o'rganadigan narsamiz bugun yo'nalma durumi. Demak, turk tilida aytyaptiki, fe'lin yo'naldiği, yaklaştığı varlığı gösterir. Yani şartı bu şekilde bo'lyapti. Ish harakatini yo'nalgani yoki bo'lmasam yaqinlashtirgani biror bir borlig'ini ifodalaydi deyapti. Bu yerda ko'rishimiz mumkin o'zbek tilida yozilgan ifodada ham. Ushbu qoida biror bir holatni yoki biror bir ish harakatni qayerga yo'nalganligi yoki qayerga yaqinlashganini ifodalash maqsadida ishlatiladi. Bu odatda kimga, nimaga, qayerga savollarga javob bo'lib keladi yoki to'ldiruvchi bo'lib keladi. Hop, bu qoidani qo'shishda albatta so'zning oxirgi bo'g'indagi unli harfi ahamiyati bor. Hop, uni qay tartibda qo'yishlikni demak bu yerdagi formuladan ko'rishimiz mumkin. Agar so'zimizni bilasizlar, turk tili qoidalarida unli harflarni so'nggi bo'g'inda joylashuviga ko'ra ba'zida ikkiga, ba'zida to'rtta turga bo'lib o'rganamiz. Bugungi bu ga qo'shimchamiz uchun kerak bo'ladigan holatda esa ikki turga bo'lib olamiz. Birinchisi qattiq unlilar. Demak, bilamizki qattiq unlilar a, i, o, u. Bular so'nggi bo'g'inda kelsa kelib qo'shiladigan qo'shimcha bu shaklda. Ya'ni ya yoki a shakli. Bu yerda qavs ichida yni yozilishligi shu. Agar shundoq ham unli harfga tugagan bo'lsa, unda biz unlidan keyin yana bitta unli yoza olmaymiz. U holatda biz ya shaklini ishlatamiz. Undoshga tugagan so'zimiz bo'lsa, lekin bo'g'indagi unlilar qattiq unli bo'lsa, a yoki o shaklida, unda biz u yerga ga qo'shimchasi o'laroq ani o'zini joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Hop, yumshoq unlilar joylashsa i, u shaklida bunga nisbatan qo'shiladigan qo'shimcha ikkita. Bilan yoki harfini o'zi. Bular hammasi ga qo'shimchasini beradi bizning ona tilimizdagi. Hop, buni endi agar harfiga tugagan bo'lsa so'z oxiri qo'shamiz, ya'ni bilan ni. Misol uchun o harfiga tugadi, lekin oxirgi harfi boshqa bir undosh bo'ladigan bo'lsa, biz unda ni tushirib qoldirib harfini o'zini joylaymiz. Endi navbatda ba'zi bir holatlari bor. Hop, endi misol uchun mana bu yerga to'xtaladigan bo'lsam, ikkita istisno holat bor. Mana bu birinchi istisno holat va bu ikkinchi istisno holat. Ya'ni qoida ichida qoida deb qarashinglar mumkin. Xo'p, birinchisi aytyaptiki, unsiz yumshamasi shaklini beryapti. Ya'ni undoshlarning yumshashligi holati. Ikki unli orasida p, ch, t, k unsizlari b, c, d, g va yumshoq g olur deyapti. Ya'ni bu shundaki ba'zi bir holatlarda biz unli o'laroq, ya'ni bu yerdagi ga qo'shimchalarini joylashtirganimizda tovush o'laroq p tovushi ikkita unlining orasida qolishligi mumkin. Misol bo'lishligi uchun. Ya'ni bu p harfini biz qo'shimcha o'laroq ga yuklaganimizda ikkita unlining orasida qoldi deb turib, biz u yerda demak p harfini b shakliga o'tkazamiz. Hozir quyida chuqurroq to'xtalib o'taman bunga. Hop, ikkinchi bir holatimiz shuki, ga qo'shimchasini umumiy holatda yuqorida ko'rib chiqdik. Qattiq unlilar joylashsa ikkita shakli bor. Demak, oxirgi bo'g'iniga ko'ra ya yoki a shakli, yumshoq unlilarda bilan ni yoki ni o'zini joylashtirish. Hop, bu umumiy qoida edi. Endi bundan tashqari ikkinchi istisno holatda aytyaptiki, ba'zi bir olmoshlarni bu yerga bergan. Misol uchun ben olmoshiga, ya'ni men so'ziga nisbatan menga deyishligi uchun bu shartlarga bo'ysunadigan bo'lsa, bo'g'inda bor va
E'ni o'zini yozishligimiz bana deyishligimiz bilan menga degan demak ga qo'shimchasini qo'lga kiritamiz. Lekin istisno o'laroq aytyaptiki, bu uchta olmoshi e, alohida bir tartibda ga shaklini yasaymiz. Misol uchun bana bo'lmaydi-da, bana bo'ladi. Menga demoqchi bo'lsa bana. Sen so'zi bor, senga deyishligi uchun e'ni o'zini yozmaymiz, sana deb turib ishlatamiz. U olmoshimizga nisbatan ona deyishligimiz unga degan demak ga qo'shimchasini yuklangan holat bo'ladi. Xo'p, boshqa olmoshlar bor. Masalan, biz, siz, ular bu uchta qolgan olmoshlarimizda qoladi. Misol uchun, mana bu yerga yozsam, biz. Bunda bo'g'inda nima joylashyapti? Bo'g'inda yumshoq i bor. I, o, u bo'lsa e yoki e'ni o'zini yozaman. Ya'ni undoshishga tugagani uchun y'ni tushirib e'ni yozishim kerak. Ya'ni bu yerda biza bo'lishi kerak. Va bu bizga degan. Bizga. Hop, qolgan olmoshlarda ham demak birinchi shart bo'yicha yuklanmani qo'yishimiz mumkin. Lekin mana bu yerdagi men, sen, u olmoshlarimizda bana, sana, ona shaklida yozishimiz kerak, ga shaklida yozmoqchi bo'lsak. Hop, endi quyida ba'zi bir o'rnaklarni ko'rishimiz mumkin. Hop, endi ben şimdi okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Shu yerda diqqat qilishingiz kerak bo'lgan narsa shu. O'quv so'zi maktab degani, mana o'quv so'zi bu shaklda bo'lsa, maktab. Maktabga deyishligi uchun ani o'zini yukladik. Ani o'zini. Mana bizdagi ga qo'shimchaga teng. Xo'p, o'quv so'zida oxirgi bo'g'inni olamiz. Oxirgi bo'g'inda qattiq u bor. Qattiq u qattiq unli o'laroq, demak, a bordi, i, o, u bordi. Bular oxirgi bo'g'inda kelsa a yoki ya qo'yardik. Bu yerda ani qo'yganimiz sababi l harfiga tugadi. Agar unliga tugaganda edi, biz bu yerda y bilan a yozardik. Hop, ben şimdi okula gidiyorum. Men hozir maktabga ketyapman. Hop, keyingi cümle. Hasan şimdi işe gidiyor. İş so'zi mavjudda bor va biz unga ga qo'shganimizda isha deb turib qo'shyapmiz. Chunki bu safar ish so'zimizda bo'g'inida bu shaklda yumshoq i bor. Bu ham ga qo'shdik hozir masalan. Hasan hozir ishga ketyapti. Hasan şimdi işe gidiyor. Hop, keyingi bir cümlemizde öğrenciler şimdi kütüphaneye gidiyor. Hop, kutubxona so'ziga kutubxonaga demoqchi bo'lib y bilan ni qo'ydik. Sababi kutubxona so'zida ga tugadi. Ya'ni unliga tugagani uchun y yozib oldim. Ikkita unli yonma-yon kelmaydi. Ana o'sha shartdan y'ni yozganimdan keyin davomida ni tanladim. Sababi kutubxona so'zidagi yumshoq unli o'laroq. Ya'ni mana bu yerga qarasak, mana bu pastki qatordagilar yumshoq unli bo'lgani uchun y bilan yoki shaklini tanlashim kerak edi. Mana bu yer qattiq unli bo'lgan shartda ya yoki a shaklini tanlashim kerak edi. Xo'p, ana o'sha shartdan unliga turgani uchun y va ni tanladim. Öğrenciler şimdi kütüphaneye gidiyor. O'quvchilar hozir kutubxonaga ketyapti. Ya'ni bu yerda ham yana ga shakliga teng bu. Hop, ben dışarıdagi arabaya bakıyorum. Araba so'zi mashina demak bilasizlar. Mashina so'ziga nisbatan ga qo'shyapman, ya qo'ydim bu safar. Sababi oxirgi unli o'laroq so'z oxirida unli bilan yakunlanyapti A'ga nisbatan A'ni yuklay olmaganim uchun ya shaklida Y'ni oldin yozib, keyin A yuklayapman. Arabaya, mashinaga. Men tashqaridagi mashinaga qarayapman. Mana ga shakliga mos. Hop, Zeynep derslere gelmiyor. Zeynep derslarga kelmayapti. Hop, dersler so'ziga nisbatan mana oxirgi bo'g'inda bo'lgani uchun shaklida yozdim. Bu yerda undoshga turgani uchun y'ni ishlatmadik. Derslere gelmiyor. Derslarga kelmayapti. Biz dersdan sonra eve dönüyoruz. Biz darsdan keyin demak uyga qaytamiz. Hop, eve deb turib yozyapmiz. Mana ev so'zidagi bo'g'inga nisbatan yumshoq unliga nisbatan demak bu yerda yumshoq unli joylashyapti uyga. Hop, bu shaklda ketaveradi. Ya'ni ga qoidasida umumiy holat shu. Oxiridagi bo'g'inda qaysi unli joylashganiga ko'ra qattiq unlida ya yoki a shaklini, ya'ni ya yoki a shaklini. Hop, yumshoq unli joylashgani uchun y bilan yoki u yerdagi undoshga turgani uchun ni o'zini olamiz. Hop, bu umumiy qoida edi. Endi ikkita farqli holat bo'lishi mumkin dedik.
Shuni bittasi, birinchi eslatmamiz undoshlari yumshashlik holati. Ikkita unli harf orasida kelishi mumkin bo'lgan ba'zi bir so'zlardagi harflarni, ya'ni bu yerda berilyapti. P harfi kelsa, C harfi kelsa, T harfi yoki K harflari kelsa, biz ga qoidasi va bu shakldagi ikkita unli harfi orasida qolish ehtimoli bo'lgandagi qo'shimchamizda, demak, bu mos ravishda boshqa bir to'rtta harfga o'zgaradi. Masalan, P harfi B shakliga o'tadi. Ch harfi J shakliga o'tadi. T, misol uchun T faqatgina D shakliga o'tadi. K harfi ko'p holatda yumshoq G, ba'zi bir holatlarda G harfiga. Bu yerda o'shaning uchun G yoki yumshoq G harfiga o'tadi deb berilyapti. Ya'ni biz ga qoidasini qo'shayotganimizda bu harflar o'zidan keyin unli harf olgani uchun va o'zidan avval unli harf joylashgani uchun e, tovush o'laroq moslash maqsadida, demak, boshqa harflarga o'rin almashyapti. Demak, bu ga qoidasiga tegishli bo'lgan joyi. Xo'p, kitob so'zi, kitob so'ziga e'tibor bering. Mavjuddagi so'z kitob so'zi. Kitob so'ziga ga qo'shganimizda P harfi, P tovushi to'g'rirog'i, ikkita unlikni orasida qolyapti. Masalan, ga qo'shasiz, kitopa bo'lishi kerak, lekin istisno o'laroq farqli bo'ladi deb aytyapmiz. Ikkita harf orasida qolgani uchun, ya'ni ikkita unlik orasida qolgani uchun P'imiz B shakliga o'tdi. Biz şimdi kitoba bakıyoruz. Bu ham bizga ga shaklini beryapti. Demak, biz hozir kitobga qarayapmiz. P'ni B shakliga o'tdi. Hop, Hasan şimdi sokağa chiqıyor. Sokak so'zida ko'ryapsiz, K bor, yumshoq G shakliga o'tyapti. Sababi bu yerda ham ikkita unlikni orasida K tovushi qolgani uchun sokağa chiqıyor deb turib ishlatyapmiz. Ko'chaga chiqyapti. Hasan hozir ko'chaga chiqyapti. Hop, yana boshqa bir holatlari uchun ham ko'rib ketamiz. Hop, mana bu yerda og'och so'zi bor. Daraxt bilasiz. Daraxt so'ziga ga qo'shmoqchimiz va bu yerda ch tovushi bor. Ch tovushi o'zidan oldin unli va biz undan keyin yana unli harf qo'yish orqali ga shaklini yasaymiz va ana o'sha shartda chni o'zini ham j shakliga o'zgartiramiz. Ya'ni j harfiga o'zgartiramiz. Ben şimdi ağaca bakıyorum. Ağaç so'zida ch bor edi. Ağaca deb turib, demak, daraxtga qarayapman. Ga shaklidagi ehtimoliy holat. Xo'p, keyingisida 4 so'zi bor. Ya'ni 4 raqamidagi va bunga nisbatan qo'shimcha kelganda ikkita unlikni orasidagi tovush o'laroq qolyapti. Ya'ni o'zidagi bo'g'inga nisbatan olamiz. Demak, 4'e çeyrek kala eve geliyorum. Ben bugün 4'e çeyrek kala eve geliyorum. Demak, bu yerda ham, demak, bu shaklga va mana bu yerdagi ikkita unli holatimizga nisbatan bo'g'indagi T tovushimiz D tovushiga o'zgaryapti. Qaytarib o'qiyman. Ben bugün 4'e çeyrek kala eve geliyorum. Demak, men bugun 15 dakika to'rda uyga kelyapman shaklida jumla bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi bir eslatma o'laroq farqli bo'ladigan, ya'ni istisno deb aytsa bo'ladi bunga, holat bor edi. Demak, olmoshlar bilan bog'liq o'zgarib ketadigan holat deb qarasa bo'ladi bunga. Demak, men so'zi, ya'ni ben, bena bo'lib shakl olishi kerak edi. Sen, sena shaklini olishi kerak edi. O bo'lyapti to'g'ridan o'zi ona. Demak, bu yerda menga, senga, unga demoqchi bo'lsa, tamoman o'zgaryapti bu so'zlarimiz. Bana, sana, ona shaklida bo'lyapti. Ya'ni menga, senga, unga. Xo'p, boshqa bir olmoshlarımizda, ya'ni bu yerda men, sen, u olmoshlari bo'lyapti. Biz, siz, ular bo'lsa, demak, birinchi shart bo'yicha ketaveradi. Bu yerdagi aytilgan istisno holat faqat bu 3 ta olmoshimizga tegishli. Namunada ko'rib ketamiz. Babam her sabah bana para veriyor. Otam har tong menga pul beradi. Hop, menga ko'ryapsiz, ben so'zidagi e ham a shakliga o'tdi. Bana bo'ldi misol uchun. Hop, Hasan sana yalan söylüyor. Ya'ni senga demoqchimiz, mana sen so'zi va bu yerdagi ega nisbatan o'zgargan holat a tovushi bo'lyapti. Hasan sana yalan söylüyor. Hasan senga yolg'on gapiryapti. Hop, ben ona kitap veriyorum. U so'zi bordi. Unga demoqchi bo'lsa, tamoman bu shaklda ishlatamiz. Ben ona kitap veriyorum. Men unga
kitob beryapman. Hop, boshqa olmoshlarda birinchi shart bo'yicha qoida davom etaveradi. Misol uchun biz olmoshiga biza deb turib ni o'zini qo'ydik. Onlar bize kalem veriyorlar. Ular bizga ruchka yoki qalam berishyapti. Ben size güveniyorum. Siz so'ziga nisbatan ni o'zini qo'ydik. Sizga ishonaman. Ben onlara telefon ediyorum. Ularga telefon qilyapman. Ko'ryapsiz, ga shakli bu şekilde a'ni o'zi bilan yukladik. Xo'p, ikkinchi bir mavzuni ko'rib chiqqanimizdan keyin davomida yana bu bilan bog'liq ba'zi bir holatlarni yozib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Siz buni qayta takrorlab olishingiz mumkin. Xo'p, endi ikkinchi bir boshqa konuyu chalishabiliriz, değil mi? İkinci bir mavzuyimizni ko'rib chiqsak ham bo'ladi menimcha. Hop, uzoqlashma durumu. Bu ek varlığın bir yerden ayrıldığını, uzaklaştığını gösterir. Aytmoqchi bo'lgani shu, bu qo'shimcha mavjudligini, biror bir holatni bir yerdan ayrilgan yoki uzoqlashganini ifodalash uchun ishlatiladi. Ya'ni bizni ona tilimizda buni dan deb izohlashimiz mumkin. Bu qo'shimcha demak tushuncha bo'lishligi uchun qayerdan, kimdan, nimadan savollariga to'ldiruvchi bo'lib keladi. Hop, quyida uni qo'shimchalarini ko'rib chiqsa bo'ladi. Demak, bu qo'shimchani qo'shishda so'zning oxirgi bug'unda qaysi unli joylashganini yana diqqatga olishimiz kerak bo'ladi. Agar qattiq unli o'laroq a, i, o, u joylashsa, bu harflardan biri kelsa, dan shakli, ya'ni a bilan, tan shakli a bilan olishimiz mumkin. Xo'p, danmi yoki tanmi? Qaysi birini olishi albatta, demak, so'z oxiridagi harf ham ehtimolini olishimiz kerak bo'ladi. Hop, hozircha chalkashmasligi uchun shu şekilde qarang. Agar oxirgi bo'g'inida a, i, o, u kelsa dan shaklini olamiz. Yumshoq unli i, u shakli kelsa d'dagi joylashib den shaklini olamiz. Qachon t bilan olamiz bu qo'shimchalarni deb qaraydigan bo'lsa, agar so'zning oxirgi harfi, qaytarib aytaman, oxirgi harfi, bu yerda aytgan narsamiz oxirgi bo'g'inda qattiq unli joylashsa a shaklini, yumshoq unli joylashsa shaklini olamiz. Oxirgi bo'g'in bo'lgani uchun. Lekin oxirgi harfidagi ba'zi bir harflarning joylashuvi ham bizga ahamiyatli. Turk tilida fisq-shoxob harflari degan narsa bor. Mana bu yer haqida aytyapman. Ya'ni gap shundaki, so'zning oxirgi harfi o'laroq shu yerda fisq-shoxob harflari deb aytiladigan narsa, ya'ni siz o'zingiz uchun shu 8 ta undosh harfi yodlab olishingiz yetarli bo'ladi. Bu 8 ta undosh so'zning oxirgi harfida keladigan bo'lsa, dan shaklini o'rniga mana bu yerdagi tan shaklarini olamiz. Ya'ni t bilan bo'lgan shaklni olamiz. Agar qattiq unli joylashsa oxirgi bo'g'inda va oxirgi harfi masalan p harfi bo'lsa yoki bo'lmasam t harfi bo'lsa yoki bo'lmasam s harfi bo'lsa, farqi yo'q. Shu yerda 8 ta undosh turibdi. Bularni yodlab olish kerak. Qaytarib o'taman bularni. F, S, Sh, Ch, T, K, H, P. Bu tovushga, ya'ni bu harfga tugagan holati bo'lsa, oxirida bular joylashsa, biz t shaklini olamiz. Ya'ni bo'g'iniga ham qaraymiz. Oxirgi bo'g'inda a bor, lekin s ga tugadi. Tan olamiz. Oxirgi bo'g'inda yumshoq unli o bor, lekin oxirgi harfi p harfi bo'ldi. Ten shaklini olamiz misol uchun. Demak, bu dan qo'shimchasida qoidaga qo'shimcha o'laroq agar so'z oxirgi harflari shu fisq-shoxob harflari deb 8 ta undoshni ajratib qaralgan holatiga mos kelsa, oxirida bu harflar mavjud bo'lsa, tan yoki ten shaklini olamiz. Hop, namunada ko'rib chiqsa yana ham esda qolarli bo'ladi. Hop, misol uchun ben okuldan geliyorum. Maktabdan kelyapman deyapti. Dan shaklini olyapti o'zbek tilidagi. Hop, o'quv so'zida oxirgi bo'g'inida u bor. U kelgani uchun dan shaklini olyapti. A bilan, ya'ni bu yerda t bilan olmagani sababi l harfiga tugadi. L harfi bu shoxob harflar degan harflarga tugamagani inovatidan. Hop, ben ishdan geliyorum. Ishdan kelyapman. Demak, bu yerda ham dan ishlatyapti, faqat bu safar ish so'zi sh harfiga tugayapti. Mana sh harfi, mana bu yerda shoxob harflar deb 8 ta undosh harflarning mavjudda bor va bu 8 ta undoshga tugagan holat bo'lsa, masalan, bu ish so'ziga o'xshab
şeyga turgan uchun t'ni tanlab oldim va bug'unda shu i harfi bo'lgani uchun e bilan yozdim. Mana bu yerda i harfi bor, yumshoq i va ten shaklini yozdim. Hop, devam etaman. Hop, boshqa cümleler. Sen şimdi nereden geliyorsun? Sen şimdi nereden geliyorsun? Sen hozir qayerdan kelyapsan? Qayerdan savol atrofida, ya'ni dan bilan javob beriladigan holatlar. Ben şimdi evden geliyorum. Uydan kelyapman. Hop, ev so'ziga nisbatan ko'ryapsiz. Evden geliyorum. Hop, ben şimdi ofisten geliyorum. Men hozir ofisdan kelyapman. Bizni ona tilida ko'ryapsizlar, hamma joyda bir xilda dan yuklayamiz. Faqat bu yerda ofis so'zi S harfi boyagi undosh 8 ta yodlab olishimiz kerak bo'lgan undoshdan biriga tugadi. Oxirgi harf o'laroq bug'unda i joylashgani uchun e joylashdi. Shu ofis so'zidagi S ga nisbatan T bilan davom etdi. Shuning uchun ofisdan bo'ldi. Ev so'zidagi yumshoq unliga nisbatan yumshoq unli e joylashdi, lekin evdan bo'ldi. Ofisdan evdan. Demak, bu şekilde o'zgaryapti. Hop, keyingi cümleler. Hasan şimdi hastaneden geliyor. Hasan şimdi hastaneden geliyor. Hasan hozir kasalxonadan kelyapti. Hastaneden. Hop, Hasan şimdi sokaktan geliyor. Hasan şimdi sokaktan geliyor. Hop, ko'chadan kelyapti. Sokak so'zida K'ga turgani uchun yana T bilan davom etdik. Hop, biz hepimiz şimdi dersten çıkıyoruz. Biz hepimiz şimdi dersten çıkıyoruz. Darsdan chiqyapmiz biz hammamiz hozir deb jumla qurdik va ders so'ziga nisbatan dersdan. Beni biraz bekle. Ben şimdi kechirasizlar. Ben şimdi odadan çıkıyorum. Ben şimdi odadan çıkıyorum. Meni biroz kut, men hozir xonadan chiqyapman. Demak, dan qo'shimchasini qaytarib o'tadigan bo'lsam, qattiq unliga nisbatan qo'shilishi mumkin bo'lgan dan yoki tan shakli bo'lishi mumkin. Yumshoq unli joylashsa den yoki ten shakli bo'lishi mumkin. Ya'ni to'rtta holatda dan qo'shimchasini qoidaga mos ravishda qo'shish kerak bo'ladi. Hop, bularni yana bir ko'rib chiqasizlar. Hop, endi pratik çalışmalar. Ya'ni ba'zi bir o'zimizni yozib to'ldirishimiz mumkin bo'lgan bu yerda jumlalar turibdi. Jumlada bo'sh joylarni biz birgalikda to'ldirib chiqamiz. Qayerda dan, qayerda ga qo'shimchasiga ehtiyoj bo'lsa uni yozamiz. Hop, ben şimdi ev, uy so'zi bor. Çıkıyorum va birazdan sonra okul gelirim. Hop, uydan chiqaman deb yozmoqchiman. Ben şimdi evden çıkıyorum va birazdan sonra okula a qo'shaman, ga yozmoqchiman, chunki okul so'zidan keyin. Hop, mana bu yerga okula. Ben şimdi evden çıkıyorum va birazdan sonra okula gelirim. Hop, men hozir uydan chiqyapman va birozdan keyin maktabga kelaman. Keyingi jumla. Biz 10 dakika önce kütüphane geldik. Burada ders çalışıyoruz. Tahmin qilib ko'ring, kutubxona so'ziga yozishim kerak. Mana bu yerdan davom ettirib, hop, demak, kutubxonaga keldik deyish kerak. Kutubxonaga geldik. Y va e yozaman, chunki unliga turgani uchun bu şekilde joylayapman. Keyingi cümle. Hasan gelecek yaz Almanya gidiyor. Şimdi Almanca öğreniyor mu? Hozir alman tilini, ya'ni nemischa o'rganyaptimi deb savol berilgan va savoldan avvalgi jumlada Hasan kelasi yoz Germaniyaga ketadi deyishimiz kerak. Germaniyaga nisbatan ga qo'shaman. Almanya unliga turgani uchun Almanya ya deyman. Almanya'ya gidiyor şeklinde bo'ldi. Hop. Davom etaman. Keyingi cümle. Sokak so'zi bor. Demak, bu yerda boyagi o'zgaruvchi so'zlardan, ya'ni so'zlarda o'zgaradigan harflarga nisbatan holat kelyapti. Sokak so'zi K'ga tugadi. K tovushlarini o'zgarishligini, P tovushlari ba'zi bir holatda kitob so'zi bor edi, kitoba deb o'zgartirgandik. Ya'ni istisno holatlardan bittasi keldi bu yerda. Ben şimdi sokak geldim. Hop. Çok yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Ha, bu yerde sokakdan derken biz shoxob bo'lgani uchun demak, manga jumlasi bo'lishi mumkin deb taxmin qilgandim. Yo'q. Bu yerda dan shaklini oladi. Ben şimdi sokaktan geldim.
issiq shoxobga tugagani uchun T shaklini qo'ydik. Demak, K'ga tugagani uchun sokakdan geldim. Çok yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Men hozir ko'chadan keldim. Juda charchaganman va dam olmoqchiman shaklida tarjima qilamiz. Xo'p, keyingi so'z. Zeynep bu sene üniversite mezun oldu. Şimdi iş arıyor. Hozir iş qidiryapti. Zeynep bu yil universitetni tugatdi va hozir ish qidiryapti ekan. Demak, Zeynep bu sene üniversite mezun oldu. Mezun oldu so'zidan oldin den qo'shimchasi kerak. Üniversiteden mezun oldu. Yani üniversiteden mezun olmak, üniversitetni tamomlamak. Demak, dan qo'shimchasini bu şekilde joyladim. Hop, keyingi cümle. Mehmet bu yıl üniversite başvuru yapmak istiyor mu? Savol shaklida hujjat topshirishni xohlayaptimi? Demak, Mehmet bu yil universitetga hujjat topshirishni xohlayaptimi? Üniversiteye başvuru yapmak istiyor mu deb turib ga qo'shimchasini yukladim. Demak, üniversite so'zidagi üniversiteye başvuru yapmak istiyor mu? Demak, üniversiteye bu yil hujjat topshirishni xohlayaptimi? Yoki istayaptimi? Keyingi cümle. Ben şimdi ders çıkıyorum. Yarım saat sonra konser gitmek istiyorum. Demak, men hozir darsdan chiqyapman va yarim soatdan keyin konsertga borishni xohlayapman degan jumla bo'lishi kerak va qo'shimchalar bu yerda eksik. Ya'ni eksik yeri biz doldurmamız lazım. Kam bo'lib qolgan joyini biz yozib chiqamiz. Xo'p, ben şimdi ders chiqayapman deyapti. Chiqıyorum. Dersten. Ko'ryapsizlar, ders so'zida S harfiga tugagani uchun issiq shoxob deb qaraymiz va dersten chiqıyorum. Yarım saat sonra konser gitmek istiyorum. Konsertga borishni xohlayman. Konsert so'ziga nisbatan ga qo'shaman. Konser. Konsere gitmek istiyorum deb turib bu şekilde yozaman. Hop. Qayta tarjima qilib qo'yaman. Men hozir darsdan chiqyapman. Yarim soatdan keyin konsertga borishni xohlayapman. 8. cümle. Ben şimdi kitap bakıyorum. Burada çok ilginç fotoğraflar var. Hop, ko'ryapsizlar, boyagi yuqorida sokak so'zida men taxminim biroz farqli chiqqanda qo'shimcha o'laroq ga emas, balkim dan qo'shimchasini yuklagandik jumlani mantig'iga ko'ra. Lekin kitob so'zida bu yerda boya o'ylagan narsamni bu yerda ishlatamiz. Hop, ben şimdi kitap bakıyorum. Burada çok ilginç fotoğraflar var. Hop, davomidagi jumlani tarjima qilsak, bu yerda juda qiziqarli rasmlar bor. Demak, men hozir kitobga qarayapman degan jumla bo'lishi kerak edi birinchi qismida. Hop, ben şimdi kitap. Kitob so'ziga nisbatan ga qo'yganimda kitoba bo'ladi va istisno o'laroq P harfining B tovushiga o'zgarishligini ko'rib chiqqandik. Kitoba emas, kitoba bakıyorum bo'ladi. Demak, bu yerda shu o'zgarib ketgan narsa P ning o'rniga B harfi keldi. Kitoba. Demek, qaytarib o'qiyman. Ben şimdi kitaba bakıyorum. Burada çok ilginç fotoğraflar var. Men hozir kitobga qarayapman, kitobga qarayapman va bu yerda juda qiziqarli rasmlar bor. Hop, keyingi jumla. Ofis so'zi turibdi. Çıktıktan sonra kahve içmeyi seviyorum. Şimdi kafe gidiyorum. Hozir kafega ketyapman deyishimiz kerak va boshidagi jumlada esa ofisdan chiqqandan keyin kofe ichishni yaxshi ko'raman. Ya'ni odam ishlagandan keyin u charchoq holatdan chiqib, demak, kofe ichishni yaxshi ko'raman deyapti. Ofis so'ziga nisbatan dan qo'shishimiz kerak. Ofis S harfiga tugagani uchun ofisdan shaklini olamiz. Yumshoq i bor bo'lganda ham. Ofisdan çıktıktan sonra kahve içmeyi seviyorum. Şimdi kafe ga qo'shaman bu yerga. Kafe so'ziga nisbatan joy bu. Ga yuklaman. Kafeye gidiyorum. Qaytarib o'qiyman. Ofisten çıktıktan sonra kahve içmeyi seviyorum. Şimdi kafeye gidiyorum. Demak, tarjimasi ofisdan chiqqandan keyin qahva, ya'ni kofe ichishni yaxshi ko'raman. Hozir kafega ketyapman. Xo'p, keyingi jumla 10. cümlemiz demek. Siz bu sene Türkiye gidiyor musunuz? Yani Türkiye'ye deb ga qo'shishimiz kerak. Siz bu yili Türkiye'ye ketyapsizmi savoli. Türkiye'ye gidiyor musunuz?
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.